Hurmaylar, hurmatli gulohlar, mana Assalomu alaykum. Fazlidan natijalar yaxshi, xudo xolasa ancha o'zgarishlar bo'lgan. Endi birdaniga yaxshi ketmaydi, bilasizlar. Sekin-sekin bir ma'lum bir miqdor kerak bo'ladi. Vaqtlar, ya'ni yillar kerak bo'ladi. Xudo xolasa oyoqqa turib ketadi. Xushtoqim, rahmat. O'zgarishlar yaxshi. Bundan oldin hammasi yaxshi. Yaxshi bor. Sekin o'zgarish bor. Sekin bor hammasi. Hindistonga ketish uchun o'zim xasta yuribman, istakasda. Oldin yurolmasdim. Endi o'zim tashqariga chiqib yuraman. Sekin birinchi yomning gapini tushunib bo'lmasdi. Endi dona gapiribman. Endi Alloh dardini berdi, chiroyli sabrim berdi. Endi buyoqlar sinoblar. Sekin yaxshi bo'libman lekin. Xushtoqimga rahmat, lekin katta badasha qildi. Xushtoqimga rahmat. Bunaqa o'ylamadim o'zim. O'ylamagan edi. Yo'q, yordam berdilar, lekin qoyil rahmat hammaga. Jonim aziz rahmat. Mana Hindistonga ketishdan oldin ancha ahvoli og'irlashgan edi. Mana Xudo xolasa muolajalar olib kelgandan keyin mana vaqtlar o'tib, mana ancha natijalar soni bu yaxshi boryapti, Xudo xolasa. Duodamiz xalq, hammamiz qilgan, butun qishloq qilgan nima deydi, ehson mukofoti, Xudo xolasa. Mana bola sabrli bo'lib kutyapti, Xudo xolasa yaxshi ketishini, yugurib ketishini, mana sekin yuryapti o'zi. O'zim yuraman, hasada. Gapirolmay qolganda oxir paytlarni gapiryapti. Hasada. Endi o'zim sekin yuraman. Ko'chaga chiqaman, o'tamga bog'ga kelaman, hasada. Sekin lekin hammasi yaxshi. Allohga shukr. Hamma rahmat lekin. Katta yordam qildilar oilamga. Biz o'ylamadik lekin boramiz Hindistonga boramiz deb o'ylamadik to'g'risi. O'ylamagan narsa bo'lib ketdi. Nima bo'lar? Anaqa bo'lmadi. Moddiy tarafdan qiynaydi rosa borish. Yo uyimiz sotish kerak edi, yo kredit olish kerak edi. Yagona bittasi. O'shaga bitta murojaat qildik, vahshiy yig'ilib ketdi. Hammaga rahmat, Odilbekim, Dilshodikim, Dilshod komendasiya ham vahshiy katta yordam qildilar, rahmat. Hammaga rahmat, katta. Mana Xudo xolasa mana hozirgi og'ir bemor bo'lib yotgan chaqaloqqa ham yordam qilsak, bu bola ham xuddi shunaqa oyoqqa turib ketib, kelajakda ular ham bir yaxshi kasb egasi bo'lib, yaxshi inson bo'lib, toparman yigit bo'lib ketsa, qishlog'imizga yordam beradi, Xudo xolasa. Harakatdamiz, to'xtamaymiz, charchamanglar. Rahmat hammaga.